Zufar, assalomu alaykum. Ko'pchilik bizdan so'raydi, ya'ni turmush qurish orqali, nikoh orqali grin karta olish jarayoni qanaqa etaplardan, qanaqa bosqichlardan iborat, bu qancha vaqt oladi va ushbu bosqichlar ichiga nimalar kiradi, ya'ni inson qanaqa hujjatlar yig'ishi kerak va umuman agar mabodo USCIS ofitseri intervyuga chaqiradigan bo'lsa, intervyu davomida qanaqa odatda savollar so'raladi. Bevosita shu jarayonni bosib o'tgan inson sifatida va muvaffaqiyatli bosib o'tgan inson sifatida tajribangizni qisqa bizni tomoshabinlarimiz bilan bo'lishib o'tsangiz yaxshi bo'lardi. Assalomu alaykum Abdulaziz aka, assalomlar. Biz o'zimiz boshida kelgan statusimiz work and travel bo'lgan. Keyin turmush qurganmiz iyul oylarida o'tgan yili. Dokumentlar yig'ishni boshlaganmiz. Siz aytmoqchi, turmushimizning bona fide marriage bo'lish uchun haq qo'yimizda taklifnomalar masalan shu общий hamma dokumentlar yig'ilgan. USCIS bizning dokumentimizda 20-yanvarda receive qildi. Bizlar kutmagandik, lekin отдельно bir-birimizda alohida intervyu qilishdi. O'sha ertasi kuni o'sha 130 formani approve qildi. 485 formani ham may 8-kuni approve qildi. Keysimiz shunaqa strong bo'lganligi uchun yaxshi hamma dokumentlar joy-joyida topshirganligimiz uchun tez bo'ldimi? Lekin siz aytmoqchi 4 oy ichida hamma narsa tez bo'ldi. Zo'r.